Jalaquduq tumani hokimligi Oila va xotin-qizlar bo'limi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi hamda Oqila ayollar harakati tashabbusi bilan o'tkazilgan Alla aytgan onam nomli bellashuv tumandagi madaniy hayotga yorqin ruh bag'ishladi. Tadbirda mahalla faollari, yosh onalar, buvijonlar, san'at ixlosmandlari ishtirok etdilar. Xalq og'zaki ijodining durdonasi bo'lgan alla merosini avlodlar ongiga chuqur singdirish, unutilayotgan qadriyatni yangidan uyg'otish tadbirning maqsadi bo'ldi. Bosh mavzusi allaning inson kamolotidagi beqiyos o'rnini yoritishga qaratildi. Tashkilotchilar so'zida chaqaloq beshikda onasining mayin qo'shig'ini eshitib ulg'ayganda yuragi mehr bilan to'lib, ruhiyati tiniq bo'lishi ta'kidlandi. Alla so'zlaridagi orzu niyat bolaning qalbiga dastlabki ishonchni singdiradi. Ona tilining ohangini ilk kundanoq sezdiradi. Bu hech qaysi elektron qurilma bera olmaydigan tabiiy tarbiya maktabi. Bugungi tadbirimizdan ko'zlangan maqsadimiz ayollarimizni milliylikka targ'ib qilish. Yosh qizlarimiz farzandlariga alla aytishni ozgina esidan chiqarib qo'ygan. Mana shu allalarimizni bugungi milliy tadbirimizdan kelib chiqib turib, onalarimiz allalarini targ'ib qilish, milliy kiyimlarimizni targ'ib qilish. Mana Abu Ali ibn Sinoni tib qonunlarida ham ikki narsa insonni ulug'lashtiradi degan fikr bergan. Bu beshikni asta-asta tebratish va ona allasini kuchidir. Mana shu narsani biz har bir qizimizga, yosh qizlarimizga biz singdira olsak, kelajagimiz avlodlari buyuk insonlar, allomalar, olimalar yetishib chiqadi. Bugungi tadbirimizda onalarimiz allalari musobaqasi o'tkazilyapti. Bu onalar allalari musobaqasida 7 nafar ishtirokchimiz ishtirok etyapti. Bu 7 nafar ishtirokchimizni hammasi o'zi aslida g'olib. Bu yerda mag'lub ishtirokchini o'zi yo'q. Demoqchimanki, bugungi tadbirimizdan kelib chiqib, yosh qizlarimiz mana shu o'zlariga yaxshi xulosalarni oladi degan umiddaman. Bellashuv sahnasida turli mahallalar vakillari hayotbaxsh ijrolari bilan yig'ilganlarni maftun etdi. Kunlangan ijrolar alla o'zbek xonadonlarida asrlar davomida aytilgan orzular, tilaklarning jo'shqin to'lqinini eslatdi. Onaxonlar o'z xotiralari bilan o'rtoqlashib, yosh kelinchaklarni qadimiy tarbiya usuliga yanada yaqinlashtirdi. Alloh bergan ovunchog'im bolam, Tadbir davomida allaning bola ruhiyatiga ijobiy ta'siri, til rivojiga qo'shadigan hissasi, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashdagi o'rni haqida dalillar keltirildi. Bu jonlar esa o'z navbatida xalqimizning bu bebaho merosi haqida unutilgan misralarni eslab, yoshlarni zavq bilan tinglashga chorladilar. Tantanali yakunda g'oliblar va faol ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari hamda tashakkurnomalar bilan taqdirlandi.